Дорога Самарканд, Карше и Термез. Вот с перевала спускайся вниз, как раз по этой дороге попадаемся. Город Китап, Китапский район, вот написано. И дальше проезжаем немножко, потом и спуск уже санаторий Кайнар вниз и поселок Кайнар. Вот спуск с перевала вниз, там внизу поселок Кайнар, санаторий Кайнар тоже внизу. Вот так вот. Ассаламу алейкум. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Keling, marhamat. Rahmat, rahmat. Mana Chashma deyiladi. Bu asli oldin mana shu tepada Samarqand bitta Chashma bo'lgan. Bu Chashma juda katta joy bo'lib, shunda oldin Qashqadaryo viloyatining eng ko'zga ko'ringan joy suvning bo'shalardan biri bo'lgan. Shunda respublikadan keladigan, viloyatimizga keladigan, chet eldan keladigan mehmonlarimiz shu joyda dam olishgan. Chashma deb nomlangan sababi tepada katta suv chashma chiqadi. Shu chashmaning suvidan sanatoriya, jumladan bir 6-7-8 xo'jalik suv bilan ta'minlanadi. Shu nomiga Chashma deb qo'yilgan. Dam olish maqsadida yoki bir dam olish bir hordiq chiqarish maqsadida viloyatimiz respublikamizning rahbarlari kelishdi, jumladan mana bizning nomdan ijro qilib qo'ydik. Mana Sharbashir otamiz oldingi birinchi O'zbekistonni birinchi shu tashkil faol ishtirok etgan, ko'p yillar O'zbekistonni boshqargan ajoyib inson, shoir va davlat rahbari, siyosatchi Sharbashir shunda bo'lgan. Jumladan Olmag'on Hayitova degan juda ulug' nimamiz Xorazmlik Kamiljon Ataniyazov, Xorazmlik juda ulug' nimalar artistlarimiz, juda kuylagan ajoyib artistlarimiz shunda bo'lib, shunda elimizga, xalqimizga xizmat qilishgan. Endi buni shu video chashma bor bo'lgani uchun, ya'ni oldin hamma keltiradi uchun jumladan bu nima ichida yana qo'shimcha alohida chashma bor. Chashma bo'lgani uchun biz 2017-yilda 2013-yil Chashma nomi bilan mehmon uy tashlaganmiz. Ko'proq bizga shu Xorazmdan mehmonlar kelishadi. Ha, yashak. Tashqari mahalliy mehmonlarimiz. Mahalliy mehmonlarimiz Qoraqalpoq ham keladi, Buxorodan, Xorazmdan, Toshkent viloyati, Samarqand, Surxondaryo, jumladan biz Qashqadaryo bo'ladiganmiz, Qashqadaryo hamma tumanlardan mehmonlarimiz kelishadi. Kelib, ertalab kelib, oilaviy kechga dam olish qilish mumkin, yo undan tashqari kelib 2 kun, 3 kun dam olib ketish mumkin. O'zlari ovqatlar o'zlari pishiradi, o'zlari maza qilib yeydi, o'zlari yotadi, o'zlari dam olib xonalarimiz 2 kishilik xonalar qilingan, divan karavotlar qo'yilgan, xolodilniklar qo'yilgan, ichida televizorlar bor. Hamma sharoitlar qilganmiz. Suv chashma chiqadi, chashma ichadigan suv shifo suv. Odamlarga shifo beradi. Ya'ni ichak kasalliklariga, buyraklar tozalashlariga, jumladan buyraklar qumlar yuvishga yuvadigan suv. Shunaqa nimalar xususiyatlar suv. Ko'rsak bo'ladimi shuni? Marhamat. Mulla bova bilan keldik hozir konkretно Chashma yotoqxonasida, отель Chashma здесь прямо Mulla bova хозяин здесь, который расскажет нам про эту историю этого отеля и покажет, где что как находится. Юрий bo'lmasa ko'rsatuv orasida. Пойдем, сейчас он покажет нам всю историю. Вот это главный вход, здесь можно будет заехать. Места есть для нескольких машин. Да, и курица. Это простой туалет. Да. Это уже современный туалет. Да. Да. Для мужской и женской отдельно. Да. Для детских еще есть. Ага. Бolalar uchun, да? Да. Ого! Вот где есть проход туда, прямо pastga tushishga. Oho! Uni ko'rganim yo'q edi men. Ochig'ini aytganda. Ana bu yerda здесь есть такая лестница, прямо она спускается к речке. Вниз, где находится кровать и где можно будет отдохнуть и посидеть. Oho, joylarda qalaring, bunday salqin joylarda bu yerda qozon, tovuq, hamma narsa bor. Bemalol kelib bu yerga bir ovqat qilib bersa bo'lar ekan. Mana qarang, mehmonlar uchun mana shaylar qo'yilgan, mana qozonlar, o'choqlar qilingan, mana tashrif kelish go'ralar deymiz. O'tinlar bor. Mana hamma mehmonlar davlatchi mana kirvatlar qo'yganmiz, mana kirvatlarimiz bor. Mana suv oqadi. Daryo. Вот. Mana mehmonlar dam olishini tepaga deydi. Yopilgan usti yomg'irlardan xona qilingan quyoshlar bilan undan tashqari issiq bo'ladigan nimalar qo'yganmiz, ventilyatsiyalar qo'ygan. Ого, даже вентилятор есть, да. Dam olish imkoniyatlari bor. Mana suv bor, xolasa suv chuviladi. Bu suv oqar suv. Ya'ni boyagi
basseynniki u to'xtab turadigan suv, u gigiyenaga to'g'ri kelmasligi aha. mumkin. Lekin bu oqar suv. Oqar suv. Ya'ni toza suv. Да. Toza suv. Более экологичное. Toza Да, suv. да, да, Mana bu экологично. chashmadan shu aytgan chashmadan keladigan suv mana. Это просто вот родниковая вода, чашма. Voda masalan ichishga yoki Aha. yuvishga uchun qulay. Bu masalan cho'mil oladigan bo'lsa, undan chiqib suvlar mana bu yoqda ham nimalarimiz qo'yibmiz. Вот следующий кровать, да, где можно будет отдохнуть. Да, прямо такой прохладно даже с утра, вот чувствую здесь холод, да. Днем какой будет погода там в городе, если 37, 40 или 50 градусов будет, здесь как раз самая то погода, где можно будет отдохнуть. Да, agar yozda u yerda 40-50 gradus issiq bo'lsa shaharda, bu yerda konkretно где-то 25 gradus, 20 gradus salqin joy o'tirishga da. Kelib tur mana Mulla bobomiz aytdi, kelib tur bu yerga bemalol cho'milsa bo'ladi. Mana bu oqar suv, da, oqar suvga, da, toza oqar suvda. Даже mana bu yerda kran bilan suv kelyapti, prямо chashmadan, da, prямо chashmadan чистый suv kelyapti. Kelib bemalol bu yerga dam olsa bo'ladi. Bu yerda keyin telefonni nomerini yozib qo'yganmiz, hammasini yozamiz. Bemalol telefon qilib gaplashib, заранее бронировать qilsa bo'ladi nomerlar. To'g'rimi, Mullo? Kelishdik bo'lmasa, все хорошо. Вот вверх такой лестница идет. Приехали, отдохнули ночь, и другой можно будет спокойно уехать. Так можно будет самим, да, yotishim o'zlari bilan produkt olib kelsa, bu yerga biron kishi yordam beradimi ovqat qilishga? Albatta. Да, можно будет с собой продукты привезти, самим приготовить, или же здесь помогут приготовить вам блюдо. Ну, конечно, это отдельная оплата услуги считается. То'g'rimi? Отдельные услуги, да. Shu. Но так можно будет приехать отдохнуть день, утром заказали, до вечера можно отдохнуть, можно ночевать с ночевкой день, два, три, ну, как решение примете. Хорошего дня. Гулдаджида чуроля. И черный котик. Yuring, ko'rsating qani xonamni. Ko'rsatib oldingmi? Aha. Да, bu yerda 2 etajlik, mana dom olish xonalari ko'p. Сами живут и заодно здесь для гостей принимают они. Ага. Все современные пластиковые двери. О, это зал такой расположенный. Ага. Ага. Это зал для отдыхающих, много стульев, где-то, если кому надо будет, dam oladigan joy xonalari bu. Ага, televizor bor, холодильник bor, да, Wi-Fi bor. O, самое главное, Wi-Fi bor bu yerda. Spokойно internet bilan qo'shilib nima qilsa bo'ladi. Bu rasm siznikimi? Yo'q. Aha, nechinchi yilda bu? Bu 71-yil. 71 yil. Ha, maktab tugan vaqtga. Ha, все понятно. Shunday ko'rib turman-da. O'sha vaqtlar значок, галстук, chiroyli ko'rinishlar. Вот молодцы. Смотрите, 71 год. Да, вот это для отдыхающих комната двухместная. Есть здесь вот 2 кровати, 2 тумбочка, да, и здесь получается зеркало, столик и телевизор. Да. И шкафчик. Ну, телевизор какой есть сейчас в данный момент, конечно, везде уже плазму принимает, но для отдыхающего лучше отдыхать, чем телевизор смотреть. Да, правильно? Да. Пусть свежим воздухом дышит. Да. И другая комната такая же, да, расположена. Вот вторая комната здесь. Здесь можно будет большой семье приехать, друзьями вместе отдохнуть. Hammaga joy yetadi. То же самое, такой же комната, такой же расположенность. Вот 2 кровати, шкафчик, да. Ну, как обычно узбекский дом. Прямо со всеми красивыми узорами, да. О, золотая комната есть. У Мулло, смотрите, какая красота, какая стена, как украшена. Ничего себе. Да, вот такой огромный зал есть. Здесь можно будет человек 10 спокойно расположиться. Ну, у нас, конечно, обычно большинство на полу спят, но есть люди, которые спят на кровати. Biz обычно o'zbeklar ko'plari yerda yotamiz. Да. Yer bizga yaqinroq. Мы сейчас поднялись, Мулловой как раз наверх. Здесь у него есть верх на теле. Вот сейчас он расскажет. Ayting baba. Bular ham mehmonxona bo'lib, tepada 4 ta xonamiz bor. Ular 3 ta xonasida 2 kishilik xonalar, divan, kravat, shkaflar, xolodilniklar qo'yilgan. Bittasida televizor xolodilnik qo'yilgan bilan yangi zal qilingan, ustinkalari bor. Ular sharoitlar hammaga qilingan. Bu mehmonlarimiz har bir kishiga bir sutka 100 mingdan qilib belgilaganmiz. Hop, bemalol kelib dam olishlari mumkin bo'ladi. Hamma sharoitlarimiz bor.
Pastda где-то 75 mingdan sutkasiga. Ha, tepada 100 mingdan. Da 75 ming pastda 75 mingdan 100 minggacha bir odamga bir sutkada bu narxi. Bu yerda dam olish, yotish nima bir sutkalik nimalik, to'g'rimi? Me'yori. Aha, Ovqatdan me'yorida. Oilada agar bolalar bilan keladigan bo'lsa 10 yoshgacha besplatno bolalarga, 10 yoshdan keyin pul to'lash kerak. Bo'ldimi, to'g'rimi? Ну вот такой есть расценка. Ну, места хорошие, тем более прямо современный отель. Для нашего времени прямо в горах это не всегда есть такая возможность. Вот люди постарались построить такой. Прямо верда хурма дараха. Вот хурма так растет.